Men Umidjon Komolov. 10 yillik tajribaga ega murabbiyman. Lekin ba'zida menga beriladigan O'zi qanchada rezultat ko'rsatasiz? Qanchada o'g'lim chempion qilib bera olasiz? degan va shunga o'xshash bema'ni so'roqli gaplar har bir trenerni g'ashiga tegsa kerak. Men o'ylayman, trener qachon rezultat ko'rsata oladi? Qachonki ota-onalar proses jarayonida trener bilan yelkama-yelka turib berishsa. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu gaplar qanchalik to'g'ri? Aka, o'g'lim anchadan beri boryapti. Bu narsa o'xshaydimi o'zi? Lekin bilamizki, trenerning peshonasiga har doim undan norozi, nima qilsa ham uni noto'g'ri qilayotgani ta'kidlanadi. Aka, zo'r ketyapsizlar, dushi. Qattiq ketamiz. Rahmat. Yaxshi kerak. Hop. Hop bo'ladi, hop. Rahmat. Inshaalloh. Hop. To'g'ri tushunadigan insonlar ham yo'q emas. Shundan g'ururlanib, ilhom olgan holatda 2026-yildagi qabulimni ochdim. 10 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan o'g'il va qizlarni bestim jamoamizga taklif qilamiz. Murojaat uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing yoki direktdan yozing. Albatta biz o'qiymiz.